Qarang, akangizni san deysizmi? Jahlim chiqqan vaqt san deyman. Akangiz sizni himoya qilib urishsa kerak deb o'ylabman. Men o'zimni muammolarimni o'zim hal qilaman. Akalarim urush qiladi, masalan, men ularni himoya qilaman. Oldimizga batut bor edi-da, akalarimni kim urdi desam, men urdi dedi. Beraki qani desam, bo'lmayman dedi. Erkakmisan? Erkak bo'lsang agar oldimgacha kelasan dedi. Erkak emasman dedi. Erkak emassan, sen mard emassan, sen qiz bachchasan dedim. Men mard qiz bachcha bo'lib, men oldingacha kelolman dedi. Batutdan tush, men sen bilan gaplashaman dedi. Keyin tushmayman dedi. O'zi tushtiraman masalan shu batutdan dedim. Keyin egasiga aytdim, aka buni tushiring, bu nima hamma bachchalar urushib, so'kib yotibdi. Qanaqa bachcha bu, ota-onasi tarbiya bera olmayapti buni dedim. Keyin hadida tushirdi. Men akamni muammolarini men hal qilaman. Batutdan tushgandan keyin nima qildingiz? Surqani berdan dedi. Zing'illab ketdik mototsiklchi bilan.